Aytgan joyimizda to'xtaydi. Sababi darvozamiz tekis holatda o'rnagan. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana endi navbatdagi afsona poson darvozamizni Samarqand viloyati Samarqand shahriga olib kelib o'rnatdik. Xo'p, darvozamiz materiallar haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamizga ishlangan materiallar atroflari polni o'nlik shivellarda bo'lgan. Ichidagi 8 ga to'rlari 1.7 qalinlikda bo'lgan. Listlari 1.8 2 qavat. Xo'p, bu joylariga nerjivek yopishtirib berganmiz. Har doimgidek obnalchkasi 30 sentdan bo'lgan, tepasida 40 sent. Bunga ishlagan hamma kichkina detallar ham 1.5 qalinlikda bo'lgan. Hop, haylek zamok. Ochilib yopilishi nihoyatda yengil darvozamizni. Darvozamizni kraskalariga kelsak, shu har doimgidek avtomobilniy devo kraska, avtomobilniy lak, tagidan gruntovka sepilgan. Bu matviy holatda bo'lgan. Endi bu kimgadir glansiy holat kerak bo'lsa, glansiy qilib beramiz. Bu egalari matviy xohlashdi. Matviy holatda qilib berdik. Endi darvozamiz orqa holatlarini bir ko'rsatib beramiz. Xo'p, darvozamizning bu orqa ko'rinishi shu holatda, tekis holatda bo'ladi orqasi. Xo'p, oshiq-moshiqlari 3 tada, katta qanotlarda. Pachimnili bo'lgan. Kichkina qanotlardagi oshiq-moshiqlar ham pachimnili oshiq-moshiq. Xo'p, darvozamizni tepasini ochiq holatda qilib bering deyishdi. Shu lazerni gulda, shu ikkili listlar lazer gulda kompyuterda chizib shu holatda o'rnatib berilgan. Buni kimgadir klientlarning xohishiga qarab yopiq holatda qilib ber desa, yopiq holatda ham qilib beramiz tepasini. Endi bu klientlarimiz bizga ochiq bo'lsin, shabada aylanib tursin deyishdi, shu holatda qilib berdik. Darvozamiz hozir katta qanotlarini ham ochib yopib beramiz. Bu darvozamizning katta qanotlarini ochilish. Aytgan joyimizda to'xtaydi. Sababi darvozamiz tekis holatda o'rnagan. Hop, darvozamiz endi ko'p maqtamaymiz, sifatiga o'zlaring bir baho berasizlar. Hop, darvozamiz razmeri eniga 4 metr, balandligi 3.60. Hop, ikki yonida 30 sentdan nalishnigi bor. Bu nalishnigi ham darvozaning kvadratiga kiradi. Hop, shunda darvozamiz opshi hop 4.60 ga 4 metr hisoblanadi. 3.60 darvozani o'zi 40 sent tepadagi nalishnigi. Hop, darvozamizning eshigi alohida bo'lgan. Hop, darvozamiz razmeri kattaligiga kimnidir razmeri kichikroq holatda bo'ladigan bo'lsa, hop, darvozamizning eshigi mana holatga o'tadi. Shu o'rta holatdan qilib beriladi eshigini. Bu darvozamizdan kimga kerak bo'lsa, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka, o'lchash xizmatlarimiz bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, ekranimiz chekkasida podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa, darvozalarimiz Buxoroga, Qashqadaryo, yana Samarqandga bor. Shu darvozalarning videolarini qo'yib boramiz. Birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar.